Masalan, bir oyga. Siz kimsiz? Siz kimsiz? Nima savolingiz? Okey qo'yaylik. Ya oddiy savollar. Ha, vaqtim boshimda. Assalomu alaykum BYD zapchast obunachilari. Bugun BYD elektromobil yoki gibrid mashinalari oyga tok bilan benzinga qancha rasxod qilyapti va o'rtacha ana shu rasxod bilan necha kilometr yuryapti. Odamlarning fikrini bugun o'rganamiz. Agar video qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'ring. Yana qo'shimcha fikr va savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiring, biz hammasini o'qib chiqamiz. Xo'p, BYD E2 ekan. Xo'p, aka hozir masalan olganingizga ko'p bo'lmabdi. Ko'p bo'lmadi. Sentabrda desam. Bitta zapravka bilan necha kilometr yuryapsiz? U necha pulli bo'lyapti? Masalan, bitta zapravkam 80 ming, maksimum 100 mingga aylanadi. Endi ko'chada qo'ysangiz. Ko'chada, ha. Unda ham, to есть, zapravka apparatlarini, to есть, ustanovkalari har xili bor. Qimmati arzoni bor, skidkada qilib beradigani bor. Tak 400 yozilgan, может 300 yurar. 300 da, tekshirib ko'rmagan. Aka, oxlab turibdi azal. Aha. Masalan, primerna masalan qancha rasxod qilyapsiz oyiga, tokka? Tokka kuniga men zaryadka qilaman, kuniga Yandex qilamiz. Aha. Ham bo'sh paytimizda-da. Xo'p. 10 ming rasxod qilamiz uydan zaryadka. 10 ming so'mmi? Misol oyiga qancha bo'ladi общий hisoblaganda o'rtacha? Necha kilometr yurasiz общий bir oyda? Bilmasam, hisoblab ko'rmagan ekan. Hisoblab ko'rmagansiz. Qamaso kuniga 10 ming so'm rasxod qilaman deyapsiz-ku. Kuniga necha kilometr yuryapsiz o'rtacha? Uni 100 kilometrdan ko'p yuraman. 100 kilometrdan ko'p. Bo'ldi aka. Qanaqa ehtiyot qismlarni almashtirdingiz shu vaqtgacha? Bitta yog'ini almashtirgan. Reduktor yog'. Faqat reduktor yo'q. Boshqa ehtiyot qismlarga hali eshitish tushmabdi. Eshitish tushmasin aka, ehtiyot qismlarga agar mavodi kerak bo'lsa, ana bizani vizitkamiz. Ehtiyot qismlari kerak bo'lsa, men telefon qilaverasiz aka. Rahmat kattakon. Oyiga 6 ming, har kuni 200 kilometr yuraman. Har kuni 200 kilometr yurasiz. 6 ming kilometr yuraman. Necha pul rasxod bo'ladi? Tokka? O'rtacha 40-50 ming. Har bitta zaryaddan, ha? Har kun zaryad qo'yasiz? Har kun. 1 milliondan 1,5 milliongacha. 1 milliondan 1,5 milliongacha. Hisoblamaganman. Primerna. Hozir oxirgi marta so'yganim. Ana shu mikrofonni olsangiz, mikrofonda gapirsangiz. Oxirgi martaga 600 mingga zapravka qilganman. 600 ming so'mga. Haligacha yuribman. Hozir yana 500 kilometr yuradigan anaqa bor. Pastga hotin. 500 kilometr. Oyiga primerna qancha rasxod qilyapsiz? 1 milliondan oshadi-yu. 1 million so'mdan oshadi. Necha kilometr yurasiz o'sha bilan? 3 mingcha yuraman-da. 3 mingcha yurasiz. Qanaqa shu vaqtgacha qanaqa zapchastlarni almashtirdingiz? Amortizatorni almashtirdim, o'ng tarafim. Amortizator, Unda ham garantiya bo'yicha almashtirib berdi. Rulimni almashtirib berdi. Garantiya bo'yicha faqat men bitta ishib qolgan. Quyosh urgan. Ko'p. Oldin benzinli mashina haydagansiz? Ha. Haydagansiz. Masalan, benzinli bilan solishtirganda qancha ekonom qilyapsiz yoki deylik, oyiga necha kilometr yuryapsiz, necha pulli tok yo'qyapsiz? Men endi bu mashinada taksi qilaman-da. Bir kunda где-то 200 kilometrdan 250 atrofida yo'l bosaman. Tak, endi benzinli mashina, endi benzinli emas-da, endi taksichilar ko'proq metanda yuradi. Men metanni aytib berishim mumkin. Metanda 100 ming so'mlik shu keyingi paytlar 110 ming, 120 atrofida rasxod bo'lardi metan. Endi men elektromobilda bir kunda 70 ming so'mlik xarajat ketadi. Elektr uchun. Agar tez zaryadkada qilinsa, men bunga o'xshaydi. Shu mana raznicasi mana shunda, lekin o 100 minglik metanga o'shanda ham 200 kilometr yurardim-da. Endi bunda 200 kilometrdan sal oshiqroq. Oshiqroq bir 300 yurasizmi yoki 250? Yo'q, 2 marta zaryad qilaman. Endi bu gibridni tokli mashina ham har xil bo'ladi. Polniy tokligi bo'ladi, u bir marta zaryad qilish yetadi. Shunday. Endi o'sha polniy tokdagilar ham 100 ming so'mga zaryad qilishar ekan. Yo'q, gibrid misolida aytaylik, ikkalasini solishtiraylik. Gibrid misol. Endi albatta bunda ekonomik. Qancha ekonom qilasiz misol? Bir oyga qaraganda. Bir oyga qaraganda. Endi kuniga 30 mingdan ekonom deb faraz qilsak, bir oyda shu 1 million 200 ming ekonom bo'ladi. 1 million 200 ming shunaqa? Где-то $100 atrof. Tushunarli. Gibridkami? Gibridga. 50 litr benzin yoqaman oyiga. Oyiga 50 litr benzin, 60 litr atak. Tokda 50 mingda kuniga. Kuniga 50 ming. Necha kilometr yurasiz bir kunga? Bir kunda 200 kilometr yuraman. 200 kilometr yurasiz. Aka qanaqa zapchastlarni almashtirdingiz shu vaqtgacha? Almashtirmadim. Almashtirmadim.
o'ng taraf amortizator ketib qoldi. Amortizator, ha? Ha, yomg'irlar. Bo'ldi aka. Bo'ldi. Zo'r. Shunaqa bo'ladi-ku. Kameraga bemalol javob bersa. Hamma qo'rqadi kameradan. Boshini og'ritma deyaptilar. Nodirxo'ja akam borlar-ku, Surbetdan deydilar-ku. Xuddi shunaqa bo'lyapti bizda. O'zidan ko'rib rasxod qilaman, 4,5 shunaqa 4 litr bo'ladi. Ha, benzin rasxod. Smeshinniy. Ha, smeshinniy. Da. Benzin bilan elektr. Bu 120 talik, shuning uchun shunaqa bo'lsa kerak deyman. Ha, tushunarli. Atak o'zim mana bunaqa zapravkaga kirib, polniy quyib, tekshirmaganman. Ha. Qanaqa zapchastlarni almashtirdingiz shu paytgacha? Yo'q, men yaqinda olganman o'zim. Yaqinda zapchast oladigan bu. Ha, bo'ldi, zo'r aka. Oyiga necha pul rasxod? Ha. Necha kilometr yuryapsiz? Ha, 1 million tokka. 1 million tokka. Ha, kuniga endi kilometraj kuniga 350 kilometrlar. Har kun 350 kilometr yurasiz. Ha. Shunaqa. Demak, 10 mingdan ko'p yurasiz-da o'yiga, to'g'rimi? 10 ming kilometrdan. Oyigami? Shunaqa. Ha, shu hisobla. Tak 200 dan yursam, kimiki 6 ming. Yo'q. 6 ming. 6 ming. 6 ming. Rasxod qancha bo'lyapti? 6 ming oyiga? 1 millionni. 1 million so'mmi? 1 million tokka ketadi. Qanaqa zapchastlar ketdi aka shu vaqtgacha? Ha, zapchastmi? Ha. Zapchast kolodka ketdi. Aha. Almashtirganlar qancha bo'ldi? 100 mingni kolodka almashtirgan. Ha. 130 mingni orqa kolodka almashtirganman, 100 mingni oldin almashtirganman. Yog', filtr, bu joylarga kichkina rasxodlar. Ha, u har 20 mingni, Aha. har 20 mingni 300 mingni. 300 ming. Ha, har 20 ming kilometrda 300 minglik moy qo'yaman. Zo'r intervyu berdilar. Ana shu yaxshi ekan, o'shamiz. Ko'pchilik bermaydi intervyu. Gapirish qiyin, gapirtirish qiyin. Bir hisoblab ko'rganmiz premyerni? Где-то bir 500-600 ming ketadi. 500-600 ming ketadi. Necha kilometr yurasiz? 300 yuraman-da, yursam. 250-300 kilometr yuraman. Yo, oyiga. Har bitta zaryaddan. Har bitta zaryaddan. Ha. Bitta zaryadingiz necha pulga to'ladi? 120 ming, 130 ming. 120 ming, 130 ming. Shu vaqtgacha bironqalar zapchastlarga ham ehtiyoj sezildimi aka? Videoni ko'rdingizlar. Hammada xarajat har xil. Kimdir elektrda boshqacha yursa, gibridda boshqacha rasxod bo'lyapti. Uyda zaryad qo'ysa boshqacha bo'lyapti, ko'chada stansiyalarda zaryad qo'ysa boshqacha bo'lyapti. Sizda ham elektromobil bo'lsa, fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Siz oyiga necha pulli rasxod qilasiz va necha ming kilometr yurasiz? Zapchastlar keladigan bo'lsak, agar sizda ham elektromobilingiz uchun zapchastlar kerak bo'lsa, pastda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Bizda barcha zapchastlar bor. Nobodo bo'lmagan taqdirda ham 5 kundan 15 kun muddat ichida dastavka qilib beramiz. To'liq ma'lumot uchun pastda ko'rsatilgan raqamlar bor. Bemalol telefon qilsalaringiz bo'ladi.